Nima bunaqa turibsiz aka? Qo'lingizda nima bu? Bilasan nimaligini? Shikalatmi? Shikalatmi? Shunaqa shikalatni shikalatsiz sotyapmiz. Yo'q, bu 5 ta xona. Qani bismillah, uyimizni bir obzor chiqaylik. Mana bunaqa chotki mebellarni yasatib qo'yishdi. Tayyor remont holat. Akalar, uyimizda 5 ta xona, 120 kvadrat, полностью теплый pol. Undan tashqari, sizlar xohlagan planirovka. Ko'pchilik nimani xohlaydi? Birinchi etajda 2 ta xona bo'lishini xohlaydi, undan tashqari oshxonasi bo'lishini. Birinchi zalimizni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu zalimizda uyimizni. Oynalar bor. Xo'p, keyingi xonalarimizni tez-tez obzor qilaman. Siz bo'lsa videoga like bosing, kanalimizga esa obunani bosing. Oshxonamizda mana kuxonniy mebellarni yasatib qo'yishdi. Oshxonamizning o'zini oynasi bor. Undan tashqari mana bu tarafdan chiqadigan sirkulyatsiya uchun joy tashlab ketishibdi. Xo'p, keyingi xonamizda nima uchun pastda 2 ta xona bo'lishi kerak? Birinchi etajda ota-onalarimizga родительский spalniya qilib bersak, tepaga chiqib tushishga bilasizlar, oyoqlari og'rishi mumkin qariyalarga. Va birinchi etaj bo'lgani yaxshi. Chiqadigan bu tarafda eshigimiz ham bor, televizorni ham qilib qo'yishgan. Birinchi etaj sanuzelimizda mana ko'rishingiz mumkin, dushovoy. Ikkinchi etaj vanna qilishgan. Hojatxonamizda unvalitlar qo'yib qo'yishgan. Kir mashinani cho'tga qo'yib qo'ysangiz bo'lar ekan. Zo'r ekan, o'ylagan. Yaxshi, cho'tki. Zinalarimiz yog'ochdan qilingan. Hozir ikkinchi etajga chiqamiz, ikkinchi etajga chiqamiz. Mana shu keyingi prixoja, birinchi xonamiz bolalar xonasi. Mana bolalar xonamizdan ham mana buyoqqa joy bor, televizorlar, bu tarafda oynalar, cho'tkisidan qilib qo'yishgan. To'g'riga o'tamiz uyimizni. Yana bitta, endi bu qizlar xonasi qilib qo'ysak bo'ladi. Yonginamizda uyimizni yonidan suv o'tgan. Shunda baliq so'rsanglar ham bo'lar ekan. Bu tarafda bitta родительскийmi, nimadir spalniya qilib yuborasizlar. Общий ikkinchi etaji spalniyasi. Bektemir tumani. Shundoq chiqsanglar, avtobusga o'tirib Qo'yliq metroga borasizlar. Toshkent shahar Bektemir hokimiyatiga 1 kilometr radiusda atrofda polni maktab, bog'cha, hamma shart-sharoitlar bor. Magazinlar, o'zingizga xohlagan nima qulaylik bo'lsa, atrofda mujassam. Uyimizning narxi 85.500 dollar, tepasida savdosi bor. Naqd pulga savdo qilamiz. Shunda 1 kvadratiga tayyor remont mebel texnikalarini hisobiga 712 dollardan tushyapti. Yana kelishamiz. Pastda raqam bor, telefon qilaverasizlar. Shunga o'xshagan variantlar bizning Telegram kanalida o'tib, o'zingizga yoqqan variantlarni tanlab olishingiz mumkin.